Bilasizlar, Shoyxo'jadan Olchito'li qilish tugallanmagan uchastkamiz chiqibdi. Arentirga kelayotgan bo'lsak, Shoyxo'janing maktabi, katta yo'limiz 50 metr kirganda ana shu uglama uchastkamiz sotuvda. Qani birgalikda ko'ramiz. Arqalari shunday bog'. Juda yaxshi lokatsiya. Svitlar, gazlargacha hammasi o'tib kelgan. Gazlargacha ruxsatlarni olgan ekanlar, loyihalarni olgan ekanlar. Bismillah. Kirishimizda mana shunday qilib qurilish qilib o'rilgan. Pishirishdan qilib. Bitta, ikkita, uchta xona bor ekan. Keyin bu tarafga ikki tajlikka mo'ljallab, padushli qilib, mana fundament pasti padushli qilib ketgan ekanlar. Mana karkaslar chiqib turibdi. Bu tarafdan mana pishirishli qilib olgan ekanlar. Endi qurishni boshlab olgan ekanlar. Bu tarafdan darvoza bo'lar ekan. Narxini ham yomon emas. 270 bilan savdo qilib qo'ydik. Riyanlar qilib beriladi. Uchastka uy quraman deganlar shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Hashtag nomerga aloqa chiqasizlar.